Qara. Otang nima edi? Tohirjon. Kameraga qarama. Qara. Qansidini qo'yasanmi har doim? Yaxshimi, o'zingga yoqadimi? Seryozni. Valijon sizgacha? Zo'rman yoqadi aka. Hamma yoki Mercedes'ni 213 fulimi? Mana shu ham. Qana? Odil, to'g'risi ayt. Yaxshi. Ko'tki ha. Ya, qaysi biri eng ko'p qo'yayotgani? Hozir trendni, zo'ri. Trendga ketayotgani ham. O'zing yoqadiganichi? O'shani ham O'zim gapir. yoqadigani ham ham. Tagchi menga ham yoqadi akalar. Rostdan yomon narsa bo'lganda jim axtarmaslik degan yaxshi narsani sizlarga ilingimiz keladi akalar. Hozirgi paytda haqiqatdan nomer adin bo'lib turgan. Buni komfort bo'yicha birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda salonni qaranglar, qanaqa turishini. Mana. Hozir Mercedesni, bu yerda Mercedes yomonlashaman. Menda ikkita komplekt Mercedes'im ham bor. Sotishim kerak ularni. Men ularni yomonlashaman, prosta lekin men to'g'ri tavsiyani berishim kerak mijozlarga. To'g'risini aytishim kerak. To'g'ri. Sal puli ozgina qimmatroq, lekin sifat bo'yicha ham, komfort bo'yicha ham BYD ham birinchi o'rin. Ikkinchi o'rinda o'sha yog'iga o'zingizlar tanlagan sidina ketaveradi. Hozir qaranglar, Cobalt'ga qanaqa tushyapti? Bez zazor, bez stik. Zo'r akalar, kelarasizlar. Xudo xolasa, men ham o'sha tavsiya berganim sizlarga BYD ham.